الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allohning izni bilan bugun sizlar bilan arab tilining eng muhim fanlaridan biri bo'lgan sarf fani bilan tanishamiz. Birinchi dars. Bu dars sizni arab tilining so'z yasash tizimi va grammatik asoslarini tushunishga yo'naltiradi. Sarf nima? Sarf arab tilida so'zlarning yasalishi va shakllanishi fanidir. U so'zlarning ildiz harflaridan qanday hosil bo'lishini o'rganadi va arab tilining asosiy tuzilish qonunlarini tushuntiradi. Bunga misol Nasoro ildizidan hosil bo'lgan so'zlar nasirun, yansuru, mansuratun kabi. Sarfning maqsadi arab tilida so'zlarning turli shakllarini yaratish, ularning grammatik xususiyatlarini belgilash va ma'nolarini aniqlashtirish sarfning asosiy vazifalaridandir. Sarfning asosiy tushunchalari: ildiz harflar. Arab tilidagi so'zlarning aksariyati 3 harfdan iborat ildizga ega. Ba'zan 4 yoki 5 harfli ildizlar ham uchraydi. Ikkinchisi so'z oilalari. Sarfda so'zlar ikki asosiy oilaga bo'linadi: mujarrad oddiy va mazid qo'shimcha harfli. Har bir oila o'ziga xos qoidalarga ega. Uchinchisi so'z shakllari. Har bir oilada so'zning turli shakllari mavjud: fe'llar, mozi, muzori, amr, ismi foil yoki ismi masdarlar va boshqa shakllarga bo'linadi. Sarfning ahamiyati va qo'llanilishi. Nazariy ahamiyati arab tilini chuqur tushunish uchun zarur. So'zlarning ma'nosini aniq belgilash imkonini beradi. Grammatik xatolardan himoya qiladi. Til qoidalarini sistemali o'rganishga yordam beradi. Amaliy foydalari esa Qur'on tilini to'g'ri tushunish, hadislar va klassik adabiyotlarni o'rganish, zamonaviy arab matnlarini tahlil qilish, til ko'nikmalarini rivojlantirish. Muhim eslatma: sarf fani arab tilining boshqa fanlariga, nahvu, balog'at va adabiyotga poydevor vazifasini bajaradi. Sarf arab tilining yuragidir. Sarf fani arab tilining so'z yasash tizimini o'rganadi va tilning ichki qonunlarini ochib beradi. Bu ta'limdagi ahamiyati: bu fan tilni mukammal o'zlashtirish va to'g'ri ifoda qilish uchun ajralmas qismdir. Biz kelgusi darslarda sarf oilalari va ularning turli shakllari bilan batafsil tanishamiz, inshaallohu taala. Yodingizda bo'lsin, arab tilini o'rganishda sarf fani bu yo'lingizni yorituvchi chiroq. U orqali so'zlarning sirlarini ochib, tilning go'zalligini his qilasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.